Navbatdagi misol 8. Mana shuni eng katta qiymatini toping deyapti. Xo'p, qiladigan ishimiz. Bu ikkalasining yig'indisi eng katta bo'lish uchun bir-biriga teng bo'lish kerak. Ya'ni mana shu FJE 100 ga teng bo'lishi kerak S KLDM ga. Mana. Endi buni tomoni A bo'lsa, buni tomoni B deb olsak. Shunda mana bu yer 12 minus A bo'ladi. Mana bu yer esa 16 minus B bo'ladi. Mana bu A bo'lsa, bu ham A, bu B bo'lsa, bu ham B. Mana. So'ralgan savol o'sha A ko'paytiruv B ni eng katta qiymati maksimumni so'rayapti. Ya'ni A ko'paytiruv B nima? Mana bu ikkalasi uchun ham 100 S. Xo'sh. Birinchi qiladigan ishimiz nima? O'xshashlik. Mana bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfa. Demak, bu alfaning qarshisi, ya'ni bu uchburchak uchun A KM uchburchak uchun demak tangens alfa teng demak qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbatiga. Xo'p, ikkinchi uchburchak, ya'ni KLS uchburchak uchun mana demak tangens alfa teng yoki KLS emas ABC desak ham bo'ladi, farqi yo'q. Mana ADS uchburchak uchun desak ham bo'ladi. Chunki sonlar borda bizda. ADS uchburchak uchun tangens alfa. Demak, qarshida katet 12. Xo'p, yopishgan katet esa 16. Ikkalasini 4 ga qisqartirsak 3 taqsim 4. Demak, A taqsim 16 minus B ni tenglaymiz 3 taqsim 4 ga. Proporsiya. 4A teng 16 ni 3 ga ko'paytirsak 48 minus 3B. Bundan A ni topsak A teng bo'ladi 48 minus 3B taqsim 4 ga. Yoki alohida qilib tashlasak 12 minus 3B taqsim 4. Mana. Bu A ni teng ifodalab oldik B orqali. Nima uchun? Sabab, chunki biz 100 ni topishda funksiya deb qaraymiz. Ya'ni y funksiya A ko'paytiruv, ya'ni A ni o'rniga biz 12 minus 3B taqsim 4 ni qo'yamiz. 12 minus 3B taqsim 4 ko'paytiruv B. Mana shu funksiya eng katta qiymatni topish kerak. Demak, qarz ochib chiqsak 12B minusda 3B kvadrat taqsim 4. Demak, hosil olamiz. Hosilamiz 12 ga ayrilgan. Buni hosilasi 3B taqsim 2 teng 0. Demak, 0 ga tenglayapmiz. Ya'ni eng katta eng kichik qiymat funksiya uchun. Demak, 3B taqsim 2 teng ekan 12 ga. 12 bilan 3 qisqarsa 4 qoladi, to'g'rimi? B teng ekan 8 ga. Ya'ni 2 ga 4 8. Xo'p, A ni topish uchun A teng bo'ladi mana bundan. Ya'ni 48 mana bundan kelsak ham bo'ladi yoki 12 ga ayrilgan 3 ko'paytirib 8 taqsim 4 teng. Bu qisqarsa 2, ya'ni 6. Demak, A 6 ga teng. Bundan xulosa. Bizda 100 amiz. Ya'ni mana bu tomon chiqdi bizda 6, bu tomon chiqdi bizda 8. Mana bu ko'k yuza 48, mana bu sariq yuza ham 48 bo'lishi kerak. Ya'ni bu ham 6 8 tomonlar. Ikkalasining yig'indisi 96. Ya'ni bu eng katta yuzaga egaligi 96 ekan. Demak, 8 ga to'g'ri javob B.